İsmingiz nima? Ha? 90-yilman. 90-chi kim o'g'lisiz? Acha bitta rost gapiravering, bo'ldi, kim o'g'lisiz? Ahmad aka rahmatli o'g'lim. Ahmad aka rahmatliydi. Ismingiz nima sizni? Abdurov. Abdurov, 90-chi Jidomozordamisiz? Kim bu? Parolet nima buni? Dadang nomerini ber menga. Ayt. Dadang nomerini ayt, yo'qsa parolingni ber. O'lasan mana shu yerda hozir. Do'stim, tek qo'ying, opa qarang, nomerni bering, tinchgina qo'ying. Bering, Baribir foydasi yo'q. Nomerni bering, bo'ldi, hal bo'ldi, hamma yo'q. Sanjida. Hozir videoga ham olib foydasi yo'q-da, hozir telefon. Basharasini ham olinglar, ham ko'tarib. Yo'q, bu aka ustidan ketmaydi. Yo'q, basharasini chiqsin videoda. Basharasi videoda Qarang, chiqsin. o'z boshiga qarang, hozir telefon nomerini bering. Kim uydagilarning nomerini beraymi? Hozir bekarda men Yo'q, odam yurishini qo'rqmasdan o'zini erini uyga ham o'ynashab turami? Astag'firulloh, astag'firulloh. Dadangni nomerini ayt, oxirgi marta so'rayapman. O'lasan mana shu yerda. Yo'q aytda. Bo'ldi, mashitda bo'ldi, Parvodan joyda otib, dunyoni keldi. bo'ldi. Nomerni aytasizmi? Cho'mib o'ldiraman seni ibora, eshitding? Cho'mib o'ldiraman mana shu kishini. Sen biz mahallaga kiradigan bo'ling. Bo'ldi, senda chiqila xabarga o'z mashina. Oilang bo'lsa, oilang oldiga borib cho'yaman. Ya ayting, nomeringizni baribir berasiz. Yo'q, hozir borib. Uy qayerda kalendani 5-sidamidi? Ha, mashina. Ana bola qochib kelsa so'yaman aytib qo'y. Cho'maman mana shu. Internetingni yo'q, men akamdan. Salom hammaga yurtdoshlarimiz. Mana shu qizchamni doktor ko'riklariga, dori-darmonlariga, davolanishiga qo'llaringizdan kelguncha yordam qilsangizlar. Bu emmaydi, yutmaydi, danglaychasi chuqur, o'pkasi og'ir pnevmoniyada, og'izchasidan, burunchasidan balg'am ajraladi. Shunga qo'llaringizdan kelgancha, imkoniyatlaringiz yetguncha yordam qilishlaringizni so'rayman. Qizcham mani go'zalcham o'zimni. Alashonni o'ylash kerak edi. Bu bizim mahallada bu ikkinchisida. Ikkinchisi. Zatni chiqib kelsa so'yaman. Bola qolsin, qizdirib qo'yib buni qarardi. Kenyapsizmisiz? Kenyasi. Niyasi edi. Dedi. O Rabbim, Allah o'zini kechiring, men aka buni joy aralashaman men. Ering chaqirsang o'lasanmi? Shunchalar yaxshi narsaga zo'r bo'lsang. Puling kerak emas, mayoqqa kelib men nafsimni to'ydir demaysanmi eringga? Senlarning kasobatingga ves mahalla qo'ram qarishib ketishi mumkin, bilasanmi? Minus kelib ketadi. Sening kasobatingga hammamiz yer yutib ketishi mumkin. Astag'firulloh, astag'firulloh. Bu bolani olib kirib ketganingga 5 minut bo'lgani yo'q. Biz hammasini ko'rib turardik. 5 minut ichida kirib joyingga yotib, bolangni biqiniga yechinishga ham ulguribsan. Mana bu bir yaxshi bola edi. Bu nima uchun urdi buni bilmayman. Men buni juda yaxshi bilaman. Oilasi bormi buni? Oilangiz bormi? Yaqin uylangan. Farzandli bo'lganmisiz? Yaqin uylansangiz nima ekamiz aka sizni? Yo'q, aka men bunaqa yomon niyatda kelganman. Nima niyatda kelding bo'lmasa? Biz buni bilib yurganmiz. Biz buni bilib yurganmiz.
Mani o'zim Mono, bosing. yo, men o'zim bosdim. Mononida Ha. Humoyun boshqasini gapirayapti. Eslardan chiqardi. Bu ham bo'lishi mumkin. Biz aka buni borib bu bilib yurganmiz. Aka biz hazillashyapsizmi? Kechpa 1-2 qilib bilasiz biz aka ana bolalarga. Kecha ham o'tirdinglar-ku, soat 2-3 gacha. Bugungacha endi soat Farqi 10 yillik oilasi ham biladi. 10 yillik bilad oilasi. Yo'bbana urut bu ikkita bolani hurmati. Bu 10 yildan beri eshigida seni baxiki erini hurmati mashinga bordimi seni? Tunimda o'tiring. Bo'ldi endi. 105 hojati yo'q. Bilasizki, endi holing nima bilasanmi seni? Yangi uylangan ekansiz. Yangi uylanganmisan? Aka yangi uylangan bunaqa narsa kerak emas. Qirqim chiqqan yo'q. Qirqim chiqqan yo'q. Qo'tag'i bormi? 40 chiqqan yo'q aka. De o'ylagan, chustuvit qilgan aka. Yangi Men uylangan. uni yomon niyatga kelganim yo'qmi, to'g'risini aytaveraman. Yomon niyatda kelmaganing uchun bu sen oldinda Yamanga ko'zida javob tursiga bergan. ham yo'qotuvdimi? Anosini bilmayman. De o'ylab chustuvit qilgan. Qayerdansiz aka? Yangi 40 Zidomozordan chiqmabdi. 90-yil ekan. Zidomozordamisiz? Bo'ldi, ko'p savol bermanglar, boshiga yangirib qoladi hozir. Kasofat. Bilat. Qarorlik odam uylangani qo'rqib qoldi-yu odam. Ya Alloh, o'zi saqlagin, Parvardigor. Mana uni bilaman, bir 5 ta barzangi egasi bor. O'zi mana shu kelsa, Yo'q, akasini qiziqtirmaydi. buni yetishib yuboradi. Buqa bo'lmaydimi akasi? Yo, buni o'zini holiga xarob endi. Urib o'ldirib yuboradi buni. Ko'morish kerak o'zi aka. Buni tirigicha ko'maraverish kerak haqiqatan. Shunday ko'morish. Ota-onasini, akalarini anaqa bir pul qildi. Harom bo'ldi. Zidomozor qayerdansiz? Men ko'rmagan ekanman sizni. Meni ko'rib turishim. Uzatilish anasi biladi. Aka, maynaqa Isming nima deding? Abdurov Abdurov. Qayerdan juda? Kimlar bilan o'qigan 90-chi? Qaysi sinfda o'qigansiz? arablarni o'qiyaman, arab uylarni. Arab boylar bilanmi? Uying qayerda aka? Mashina katizlar tomon. Qaysi kattaysiz? Qayerda uylangansiz? Sevgi. Yasha, 40 yillik chillar yordam. Abdurov. Uka, uyingda yangi xotining bor ekan-a? Men bu narsa uchun Nima qilasan bu ikkita tuqqanda oldiga keldi? Men senga o'zi qo'yib yuborsa internetga nima bo'lishini bilasan? Bu narsa uchun Endi nima uchun o'ylagan- kelding hozir? yomon niyatga kelganim yo'qmi? Yoningga yalang'och yotgan yomon niyat kelmaganingni demash. O'ylayaptim bu. Qo'lingni tushir endi aka. 30 ga kirganingda baxtli bo'lding. Ikkita bola jalka. Keling aka. Ushladik hozir mana ikkovini ham. Syomkalari ham bor. Syomkalari ham bor, hamma 2 kundan beri kutaman kamanni. 2 kundan beri poylayman. Mana bugun ushladim. Salomli donor yuzimsiz. Qaynog'asi bo'ladi. Uchasi. Mana qo'lchasi shishgan. Shirganlar o'tkazilmaganlar terisiga ketgan. Yuzchalari ham shishgan.